Yaqinda jonli efirimizda qatnashib, sovg'a yutib olgan mijozimiz tashrif buyurdilar va sovg'adan tashqari qo'shimcha bitta do'konlar xarid qilib ketdilar. Aka, tabriklaymiz, do'konlaringiz muborak bo'lsin. Bu kichik bo'lsa ham sovg'alarimiz siz uchun. Aka, sir bo'lmasa biz haqimizda qayerda ko'rib, tomosha qilib jonli efirda qatnashdingiz va do'kon xarid qilishiga nimalar undadi? Ikki og'iz fikringizni aytib bersa xursand bo'lardik. Sizlarni nimalarini YouTube orqali ko'rdik, YouTube orqali qatnashdik. Pilisos chiqdi bizga. Rostdan ham chindan yutib oldingizmi? Chindan yutib oldik mana. Ismingizni aytib biting, ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin-da. Ismim Sidiqov Ilhom, 162-nomerdagi raqamda yutib oldik. Gap yo'q, tabriklaymiz aka. Alloh xayrli qilsin. Olgan do'konlaringiz fayzli, barakali, nafaqat o'ziga, balkim farzandlaringizga ham daromad keltiradigan, pul keltiradigan bir mulkiy xizmat qilsin aka. Tabriklaymiz, salomat bo'ling aka, charchamang. Rahmat, sog' bo'ling. Aka, nima tarafi yoqdi bizni bozorimiz? Ikkita gap bilan ayta olasiz, tavsiya berib. Shu endi nima tarafi? Mana ko'rib siz tanishsiz bozor bo'yicha. Hamma narsasi ichidaligi yoqdi. Shu asosan endi bizga shu jahon bozori, katta bozorligi yoqdi. Vodiyda eng katta bozorligi, hamma narsa borligi, qulayliklari hamma yo'g'i joyida. Va logistika markazi, eng yoqqani shu logistika markazi. Gap yo'q aka. Kuzatib boring va navbatdagi mijozlarimiz ham kelib sog'lab ketishligi mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.